Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Mana bugun Xudo xolasa sizlarga arzon uy-joylarni chiqarishda Temur Karvon kanali Xudo xolasa davom etadi. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Arg'in mahalla fuqarolar yig'ini Shabnam ko'chasi 119-uyimiz xonadonimiz sotuvga qo'yildi. 7 sotikli uy-joy, tayyor xonadon, boshlang'ich narxi aksiya narxida 35 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joylar bor. Hamma holati zo'r. Ko'chalarni qaranglar. Keng, mo'l-ko'l, bemalol 4 ta mashina sig'adi. Atrofida bog'cha, maktab, magazin, supermarket, hamma narsa bor. Qo'yliq bozorigacha 19 kilometr. Food Citygacha 15 kilometr. Qorasuv mebelchilar shaharchasiga uzog'i bir 2 kilometr uzoqlikda. Toshkent Begobod trassasi yo'nalishida joylashgan. Mamta Ayron tepa, hamma narsa bor. Bozor, maktab, bog'cha, hamma narsa yaqin. Yoninglarda masjid, 5 vaqt masjidga chiqasizlar. Hamma shart-sharoiti zo'r. Ko'chalarni ko'ryapsizlar, to'liq asfalt. Mana 50 metrdan keyin maktab, bog'cha, magazin, masjid, hamma narsa bor. Kadastri notariusga tayyor. Shunda borib оформление qilib olasizlar. Gaz, suv, svet, internet kommunikatsiya tizimi hammasi o'tgan. Mana Wi-Fi routerlarigacha qo'yib qo'yilgan. Kadastr o'zining nomidan notariusga borib shunda оформление qilib olaverasizlar. Mana shu orqamda turgan 7 sotikli joy, uy-joy. Darvozani shu yerdan o'zingizlar xohlagan joylardan ochib olasizlar. Kelasizlar, ko'rasizlar, lokatsiyasi zo'r holatda. Uy-joy xonadon egasini pastda raqamlarini tashib etamiz. O'ziga aloqaga chiqib savdolashib olaveringlar. Xonadonidan 7 sotigini kesib sotyapti. Zo'r holatda uy-joy. Ichkariga kiramiz, mana chiroyli qilib obzorlarini qilib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu xonadon 7 sotikli mana. 7 sotikli uy-joy. Bu yoqdan mana chegara mana masjid bo'lyapti. Mana shu turba. Devorli qirrasi shundoq 7 sotik o'lchaysizlar. Bu yog'iga bir 47 metr, bu yog'iga 13 metr. Shunaqa, 15. 15 ga bir 45 mi 47 metr. Endi kelasizlar, kadastr zemlamerdan odam olib kelib, sarjin tashatib, o'lchab olaverasizlar. Mana bu yog'ini ko'rsatamiz. Mana shu devorni qirrasidan bo'lyapti. To'g'ri. 7 sotik kesib olasizlar. Mana orqa taraflari, bu yoqlarini ko'ringlar mana. Darvoza ochaman desanglar, bemalol mana joy bor. Ko'ring. Sharoit zo'r. Daryoqa o'tib bu tarafini ko'rsatib yuboring. Ana gazlar kirgan, sho'tchiklar o'rnatilgan. Hamma narsa sharoit zo'r. Xonadonning ko'rinishi mana bu tarafda mana ko'rishinglar mumkin. Zo'r holatda xonadon. Tetik, mustahkam, puxta uy-joylar bular. Mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Mashdan bitta darvoza ochasizlar, shunaqasiga cho'tki xonadon bo'ladi. Mana bu yoqlarni ko'rsatamiz hozir. Mana mevali daraxtlar, so'rilari bor, uzum so'rilar. Gazlar kirgan, отопление kirgan, sharoit zo'r. Mana bu yog'ini qaranglar mana. Agarodlarga mana chopib, ariqlar olib, ekin-tekinni ekib qo'yilgan. Bu tarafda mana terakzor ko'ringlar. Shunda primerni shu yarmigacha boryapti-da mana. Yarmigacha. O'sha yerda. Xonadonga kiramiz. Mana bu yoqdan turib, mana fasad ko'rinishini ko'rsating xonadonni. Bo'ladi. Bu yoqdan ko'rsatsangiz ham bo'lardi. Ichkarida 5 xona uyi bor. Mana kiramiz hozir. Chiqsi yo'q. Hech nima. Mana отоплениyalar o'tgan ko'ringlar mana. Ko'ringlar. Bu yoqda xonadoni. Mana. Teglari pol mana ko'rishinglar mumkin. Yaxshi zo'r pollardan mana. Отопление mana trubadan hammasi.
Oynalari tashqariga qaragan, yorug', shinam. 35 ming dollar, 7 sotiklik uy-joy. Yana kelishaman, o'tib beraman, barakasi bor deyishyapti. Ulgurib qolinglar srochni. Sotigini 5 mingdan hisoblasanglar ham hozir bu yerda yerni o'zi 35 ming bo'lib turibdi. Uy-joyi bilan sotilyapti-yu. Bu yoqda xona mana. Ko'ringlar. Teylari pol mana, tayyor uy-joy, atapleniya mana. Yorug', shinam. Eshiklari mana yog'ochdan. Bu yog'ini tayyor uy ekan mana. Ko'rishinglar mumkin. Zo'r holatda. Kelasiz, bitta uborka qilib tozalab, gaz yoqasizlar, svet yoqasizlar, maza qilib yashaysizlar. Bu tarafda ham ikkita xona bor ekan, ko'rsatmadik, kelib ko'rib olasizlar. Sababi ichkarida o'zlarini mayda-chuyda narsalari turibdi ekan. Xullas joy zo'r. Mana ko'rishinglar mumkin. Agarodlarini katta maydon, 7 sotik. Zo'r holatda. Mana o'zlarining uylari, o'zini uyida mana mashitdan kesib sotilyapti, 7 sotigi bu tarafi. Zo'r holatda, Qo'yliqqa 19 kilometr, yarim soatlik yo'l degani. Toshkent Bekobod trassada joylashgan, Arg'in mahalla fuqarolar yig'ini. Zo'r holatda, maktab Ma'mutda, bog'cha Ma'mutda, masjid, To'ytepa yoninglarda. Sizlarga orientir bo'lish uchun Toshkent viloyat Ablosnoy UVD, Ablosnoy UVDning yonida. Shundoq kirib kelasizlar Ablosnoy UVDdan. Zo'r holatdagi xonadon. Ko'chalar yana bir marta ko'rsatib o'ramiz. Zo'r holatdagi xonadonimiz. Yo'qsa layklarni bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. 7 sotiklik uy-joyimizga boshlang'ich narxi 35 ming AQSh dollar so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Bandasini aytgani bo'lmaydi, Allohning buyurgani bo'ladi. Kelib qo'lidan qattiq ushlab bir piyola choy ustida barakasini, savdosini qilinglar. Pastdagi raqamlar shu xonadon uy-joy egasiniki. Layk, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.